Assalomu alaykum, yuqori obunachilar. Navbatdagi videoligimiz Yangi shahar Gullan ko'chasida yangi qurilgan binomizning birinchi qavatida 2 xona kvartirani sotib olishdi. 46,5 metr kvadrat. Lokatsiyam 8 Rayhon bozor kvadrat yana topli domli restoranning orqa tomonida joylashgan ekan. Yine Gullan ko'cha, narigi tomoni Urganch davlat universitetining texnologiya fakulteti, Mirzagamur hamma bilan Trent yo'lda joylashgan ekan. 450 million so'm obunachilar. Saychallar bilan tushuntirib o'tsak. Obunachilar kvartalni to'liq tushuntirib o'tsak, bismillahirrohmanirrohim. Xo'la girishimizda raqamlarimiz bor edi. Ajoyib bundan qo'yilgan ekan. Aytaylik, kafe bor, avtomatlarimiz. Hududida gap bo'lishi mumkin emas. Gullan ko'cha, xullas yangi dom, birinchi qavat 46,5 metr kvadrat, 2 xonali. Gazi yo'q, hozirgi kunda tok bilan qizdiriladi. Oshxona mebeli qo'yilgan, xolodilnikimiz, elektronik gaz plita, havo tozalovchi, mo'ykamiz, yana Inmer firmani kir mashina 7 kilolik. Bu xonamiz poynimiz joylashgan ekan. Fotoğraflarımızdaki Matiz yurt natijada bo'lgan ekan. Savozlarımızın mumtoz vannamiz ballar qo'yib o'tirganiga 70lik zifli firmaniki mehmonxonamiz obunachilar. Televizor zonamiz ham chiroyli yutilibdi buni. Bular hammasi bombukdan obunachilar. Shundan narxini aytsak, narxi 450 million so'm, 46,5 metr kvadrat, lokatsiya Rayhon bozor. 88 601 70 70 aloqa chiqar. Sog' bo'ling.